Sizlar bilan Fayoz Gaming kanali. Bugun men sizlarga Roblox hayvon o'yinida qanday qilib bitta oyoqda keyin bosh yo'q bo'lishini o'rgataman. Bu kodlar oson. Mana 100 chani rasmiga yuz, keyin qalamcha turgan rasmiga bosasizlar. Keyin mana bunga turadi. O'zi kiyimi yo'q bitta odamchaga enter it degan joyga 13 960 77 18 deb yozasizlar. Mana hozir ketdim endi. 13 960 bunda harf yozib bo'lmaydi. Eslatib o'taman. 18 mana Roblox kodi paydo bo'ldi. Endi hozir bitta bosh qo'yib yuborsam, endi headless deb ataladi ingliz tilida. Bu kod 13 40 82 579. Mana va shunday qilib xohlagan skinlaringizni taxlasanglar bo'ladi. Hammaga xayr. Sizlar bilan men Fayoz Gaming kanali bo'ldi. Nimaga tez gapirding deganlar uchun ishlarim ko'p. Hozir kontra o'ynashim kerak. Hammaga xayr.